tug'ilganda ota-onasini seg'inish. Abduri Nabijan Tursun. Dunyoda ikki xil inson eng baxtsizdir. Biri millatining mustaqil davlati va eng muqaddas davlat bayrami yo'q inson. Yana biri ota-onasi yanida yo'q yetim inson. Qolgan baxtlarning hammasi qattiq güldürmağımda çakılgan bir çakmakdilla ibaret xalas. Qadirlik dadısını, qadirlik anısını sayğinish odam 100 yoshga kirgandimi davomlashadigan mangulik hissiyatdir. Balki dunyo ana shu hissiyat bilan davomlashadi. Chunki dadısını, anısını eng izil fazilatlik insonlarmi, qahramonlarmi, podshoh, vazirlarmi, prezident, generallarmi, shuningdek xoinlarmi, satqullarmi, jallatlarmi seg'indi. Bugun dadam va onamni seg'indim. Chunki bugun men ulardan Allohning irodasi bilan olib berdi bo'lgan kun edi. Bugun 3-oyning 1-kuni men onamning qo'rsig'ida uning bilan tang uzuqlanib, tang usab, tang kulib, tang yig'lab, tang shatlanib, oxiri bu dunyoga ko'z ochgan kunim, ya'ni tug'ilgan kunim edi. 18 yoshimda meni mehribon onam va qaysar dadam kichikgina Uchturpandan yiroq Beyjingga o'qishga uzatib qo'ygan edi. Shuningdan keyin piy uzilgan laglak, qanti bo'g'ishlanmagan qush bo'ldim. Onam hech qachon menga qonmadi. Onam oxiri meni Moskvaga uzatdi. Oxirda yana Washingtonga uzatdi. Onam shundoq degan edi: "O'g'lim, sen dunyoning erkin yerlarida yasha. Erkin uch. Sen mening yanimda tursang, Melullah sana cho'qim bir kuni qo'l uzartidi." Men bu so'zlarni dastlabda tushunmabdi ekanman. Keyin tushundim. Bo'libmi, hozir tushundim. Dadam shundoq degan edi: "Eningni sen bizga qoldirib yomon qilding. Sen uni oxiri ishsiz doktor qilding." Onam va dadam har yili 3-oyning 1-kuni menga yiroq qirlardan telefon qilib tabriklaydi va "Tug'ilgan kuningga muborak bo'lsin o'g'lim" deydi, cho'nqur seg'inish ichida. Aslida men ularni tabriklashim kerak edi. Lekin ular mendan burun tabriklay oladi. Mana endi ko'p yillar o'tdi. Ular yo'q. Ularning ovozlarini anglayolmayman. Mening tug'ilgan kunimni faqat mening ota-onam, ayolim, bolalarimla biladi. Ular eng cho'nqur hissiyotlarda tabriklaydi. Do'stlarim bo'lsa, chaqirsam kelib tabriklaydi, bo'lmasa unutilib qoldi. Albatta, ularga rahmat. Men hozirgacha nurg'un otlar haqida yozdim. Nurg'un onlarni maqtadim, ammo o'zimninkini maqtab baxmabdi ekanman. Ozroq bo'lsa-mu ularni aslay amdi. Dadam Tursun Borat Qashqar Fayzvatliq. Dadamning yozgan 400 yillik oil nasabnomasiga qaraganda, dadamning ajdodi Saidiya xonadonligida ordu katibligi bilan shug'ullangan kishi ekan. Dadasi, ya'ni bovam Borat Axun mollam Husayn xon Tajallining o'quvchisi bo'lgan cho'ng xalpat kishi edi. Biroq dadamni bovam Qashqarning madrasasiga emas, fanniy maktabga o'zi opirib o'qitgan ekan. Dadam 1956-yili Qashqar Darul Mualliminni, orqadan atalmish Xinjiang institutini bitirib,
ömür bo'yi o'qituvchi va kadr bo'lib ishildi. Lekin uning butun hayoti Uyg'ur tarixi, tazkirasi, qahramonlarning shajarasini o'rganish, yezish bilan o'tdi. Bu dal menga qolgan udim edi. Dadam meni shu ruhda tarbiyalagan edi. Dadam 1998-yili Urumchi shaharlik kadrlar maktabidan pensiyaga chiqib, 2017-yili 80 yoshida vafot bo'ldi. Anam Nurnisa Abdurahim 1942-yili Uchturpanda tug'ilgan. Anamning dadasi, ya'ni bovam, Qashqar xonlik madrasasida o'qigan Abdurahim Damollam deb atalgan kishi bashkaramlik edi. Lekin u 18 yoshida Qashqardan Anjanga ketib, cho'ng savdogarga aylanib, Moskva, Peterburg, Toshkent, Beshkek, Qoraqo'llarda savdo qilib yurib, eng oxirida Qoraqo'l, ya'ni Perjivalskiy shahriga o'rlashib, shu yerda momam bilan turmush qurgan. 1929-yili Sovet hukumati cho'ng Kolak deb tutish oldida bir rus og'aynisining ogohlantirishi bilan boshqa 5 qiyni inisini elib G'uljiga qochib kelgan. Bovam Abdukarim Abbosovning dadasi Hoshim Oqsoqolning yaqin do'sti edi. Orqadan momam va boshqa cho'ng tog'larim, hammomlar Sovet ittifoqidan uy makonlarini tashlab Uchturpanga qochib kelgan edi. Shuning bilan onam Uchturpanlik bo'lib qolgan. Shu qatim momamning Moskvadagi Fronzi harbiy akademiyasida o'qiyotgan inisimi ular bilan birga qochib kelgan. Bu kishi 1942-yili Shinsay boshchiligidagi Xitoy jallodlar tarafidan turmada o'ldirilgan. Hammomning eri Abdukarim Abbosovning inisi Ortiq Abbos, ya'ni Lutfullah Mutallib qatorliqlarning Sharqiy Turkiston yoshlar ushqun tashkilotining Uchturpandagi tarmog'ining boshliqlaridan biri edi. U 1945-yili 18-sentabrda inisi Seyit Abbos va boshqa 14 odam bilan birga Xitoy Gomindang jallodlari tarafidan o'ldirilgan. Bovam o'zi damolla bo'g'ini bilan ilg'or fanni ideyidagi odam edi. Bovamning o'rlashtirishi bo'yicha onam 1958-yildan 1961-yilgacha Qashqar pedagogika oliy texnikumida o'qigan va bir umr o'qituvchi bo'lib o'tgan. Marhuma onam kasbiy o'qituvchi edi. Uning o'qimagan kitoblari yo'q deyarlik bo'lib, u kichigimdilla o'zi o'qigan kitoblardagi voqealarni, qahramonlarni so'zlab beradi. Qisqasi, birinchi savodimni onam o'zi chiqargan edi. Onam 2013-yili Allohning rahmatiga erishdi. Oilamiz pulning gapi, boyvachchilikning gapi, mol dunyoning gapi bo'lmaydigan faqat butun bir kichik yig'in zali va darsxona edi. Bu uyda adabiyot, tarix, mashhur shaxslar, yozuvchilarning asarlari haqida so'z bo'ladi. Demak, biz mushundoq muhitda o'sgan edik. Ana shuning natijasida onamning bevosita tarbiyasi va ilhomlantirishlari, dadamning kuchli tarbiyasi ostida 1990-yili va 2002-yillari orasida Uyg'ur xalqida tahi doktorlar ko'plab yetishib chiqmagan vaqtda dadam va onam ikki o'g'lini, ya'ni meni Moskvadagi SSSR, ya'ni keyingi Rossiya Fanlar akademiyasida, marhum inim Abdurahim Tursunni Qirg'iziston Fanlar akademiyasida doktor qilib tarbiyalagan edi. Boshqalar o'g'illarining boy savdogarlar, cho'ng amaldorlar bo'lganligidan faxrlansa, ular ikki o'g'ilning ilm ahli, biri Uyg'ur xalqining tarixini tadqiq qildigan, yana biri Uyg'ur xalqining falsafasini tadqiq qildigan o'g'illar bo'lganligidan cheksiz faxrlanadi. Men dadamning qo'rchoq amaldor bo'lmaganligidan
va qaysi bir Xitoy yoki muavin g'alchi boshliqning oldida bosh egib turishni nomus bildigan, ammo eng yo'qsul bir Uyg'ur dehqonning oldida egilib salom berdigan odam ekanligidan cho'nqur faxrlandim. Men onamning o'zining tayanchisi bo'ldigan men cho'ng o'g'liga qanmay turibmi, meni yiroqlarga ko'zi qiymagan holda uzatish, tanlagan yo'limni davomlashtirishimga har doim ilhom berish irodasidan cheksiz suyunatdim. Bugun 3-oyning 1-kuni men dadamni va onamni eng sevindim. Ular bo'lmagan bo'lsa, men bo'lmaydim. Ular bo'lmagan bo'lsa, ular meni ani shu iroda bilan tarbiyalamagan bo'lsa, men bugun 13 tomliq Uyg'ur umumiy tarixini yozmagan bo'lar edim. Lekin men yanala ilhom baxsh kuchlarga muhtojman. Bu ilhomni Allohdan tilayman. Bu ilhomni men uchun podshohlarning ustun o'rnidagi dadam va onamdan va ularning ruhidan tilayman. Ovozda Aygul Yusuf.